xato qilgan bo'lsak, bizni kechiring. Lekin sizdan ham o'tdi. Biroz sizlarni kechiramiz. Dunyoda eng yaxshi gaplar hali telefonlarni olib qo'yib qiynaganlari ba'zi esimizdan qoladi. Sizga katta rahmat, shuncha gap eshitib, dunyodagi eng yaxshilik sizning uchun. Men rahmat aytaman. Shunchalik bizga tarbiya berib, shu ular o'sib ulg'aysin, shu katta bo'lganda yaxshi odamlar bo'lib yetishsin deb bizga tilakdosh bo'lib, shu katta 9-sinfgacha o'qitganingizga katta rahmat. Sizga qolgan vaqtlaringizga omad tilayman. Yaxshi yaxshi o'qishlarga kirib, shu sizga qaratmaslikka harakat qilaman. Ustoz mana shuncha yil maktabda o'qidik, mana shu maktabga she'r aytdik. 9 yil mobaynida bilim oldik maktabda, aziz maktabjon maktabimizdan yuzlar bo'libman. Shu yillar davomida ustozlarni kuydirdik. Ustozlarjon ustozlar, sizga ta'zim aylayman. Kollejda ham sizlarni eslab turaman. Uzoq ketmayman, sira temir yo'lchi bo'laman. Samarqandga bormoqchi bo'lsangiz, siz kelingiz. O'quvchingiz davrida bir bor dunyo kezingiz. Sizga rahmat. Bizdan uchimizni to'qib, turimizni beshib berganingiz uchun rahmat. Bergan bilimlaringiz, tarbiyalaringiz uchun shuncha ustida baribir yaxshi ko'rasiz, balandni yaxshi sendan ketar bo'libman. Shu yillar davomida ustozlarni kuydirdik. Ustozlarjon ustozlar, sizga ta'zim aylayman. Kollejda ham sizlarni eslab turaman. Uzoq ketmayman, sira temir yo'lchi bo'laman. Samarqandga bormoqchi bo'lsangiz, siz kelingiz. O'quvchingiz davrida bir bor dunyo kezingiz. Sinf rahbarimiz Gulnoza Bagara.
uzunroq she'r, lekin o'zimizdan chiqqan. Bahor haqida bo'lsa, bahor haqida. Erinmasdan yog'di yomg'irlar, qiradirlar maysaga to'ldi. Mening ko'nglim tog'day ko'tardi. Muborak bo'lsin elim Navro'z ayyoming. Senga yetib kelganlar ko'zi bilan ko'rsin. Bahorning nafis kunlaridan bahramand bo'lsin. Yotib qolgan bemorlar oyoqqa tursin. Fasllarning kelinchagi bahorning ko'rsin. Turgan joyingda aytur. Aytur. Sotib olsang kitob, bittasi qafasda, bittasi zapasda. Yigit bilan yursang, bittasi zapasda, bittasi qafasda bo'lsin. Bu tomonda elektr, menga gul bergan qiz davlat elektr. Maktabni ishongani, direktorni ishongani 9 mana bolalari. Senga berdik. O'sha sizga go'zal qilishcha, bo'ylaringiz xuddi bizcha, gap kelganda quloq soling, aytganlarim yodda soling. Menga o'g'il qiz tog'asiz, xabar qilib ko'ryapsiz. 5 qo'yib 5 xunachi hamda eshak boqasiz. Moda deb shim kiymaysiz, lab bo'yashni bilmaysiz. Eng yomoni aytib qo'y, to'ydagimda shimmaysiz. O'quvchim deb erkalab, qo'llarimdan yetaklab berdingiz menga ta'lim, rahmat ustoz muallim. Oq kaptar, qo'limda daftar. Hozirgi ba'zi yigitlar cho'chqadan battar. Yana dalalarga boshlaydi havas, bog'larda qozonlar yonandi lov. Do'stlarim, bu ko'zning barglarimiz, men yurak maktabimda yoshligimda qolgan muhabbat. Magazinda margarin erigan, shu zamon yigitlari nimasiga kerilgan. Ko'z o'ngimda ochdi dunyo muallimi, yo'llarimga sochdi ziyo muallimi. Go'dak edim ona kabi parvarishlab, ulg'aytirdi meni dono muallimi. Shogirdmanki taxt turaman xizmatiga, qilsa agar bitta imom muallimi. Sog'inchdan ko'zlarga terilar yoshim, dardimni ichimga yutarman o'zim. Bir savol qalbimni qiynaydi bugun. Men sizlarni sog'indim, sizlarchi meni. Hozir ko'p. Qizlarimizga gapirib o'tib ketibdi vaqtim. Qizlarimiz yigitning ismi Shiro, o'zlarini laqabi Bo'taloq. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomonni, mehr qolur, muhabbat qolur, oqib ketdi suvlarda tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat, oxir mehr qolur, muhabbat qolur. Nima desam, ey g'ayur inson, g'iybatlaring qildi meni qon, sen ham bir kun o'tirsan, undan mehr qolur, muhabbat qolur. Hech istamayman, sendan ketmayman, so'zim qaytarib olaman maktab, sho'x bolaligim sen bilan birga, jon deb qaytardim bag'ringga maktab. Keldi yosh chog'i, mevalar
pulga kulib tashlab qo'nar o'zga ko'kka. Oylar oydin bo'lsa bas, suvlar oqin bo'lsa bas, yiroqlashib ketsak ham ko'ngil yaqin bo'lsa bas. O'sha yerdagi qizlar oyog'ini bosish kerak edi-da. Armiyadan xat keldi. O'qib ko'rsam lotincha, hozirgi zamon yigitlari soch qo'yib xotincha. Bu gijirlar o'sha suratda kelgan yaxshiroqda ko'zida yoshim qo'lingizga mahkam qisib. Men salom deyman aziz sinfdoshim. O'sha yerda.